Bugun sizlar bilan birgalikda Anvodan mini travel setni obzor qilamiz. Bu mini travel setda penka, gidrofilniy masla, PDRN va glavronkali krem va sivaratka, undan tashqari tonerni ko'rishingiz mumkin. Set ichidagi gidrofilkasi bilan penkasini ishlatib ko'rganman. Oldin menga juda ham yoqadi. Gidrofilkasi kamidagi emas. Penkasini haftada yengil eksfoliatsiya uchun 2-3 marta ishlatish mumkin. Bu yil topga chiqib ulgurgan PDRN va glavronkali kremi va sivaratkasi. Ikkalovi ham juda ham bazaviy, kundalik ishlatishga juda ham mos. Asosan namlantirish va teriga sog'lom yorqinlik berish uchun foydalanish mumkin. Anvani mana shu tonerini juda ham yaxshi ko'raman. Yuzni uxudga yengil tayyorlab beradi, juda yaxshi namlantiradi, bazaviy ishlatishga juda ham qulay bo'lgan toner. Ayniqsa pad shakliga keltirib ham ishlatishingiz mumkin. Buning uchun oddiy vatniy disk olasiz, ikkiga bo'lib tonerni unga quyib, yuzingizga mana shunday yopishtirib olasiz. Videodan ko'rinib turibdi, menda banachka allaqachon yarimlab qolgan. Ishlatishga juda qulay, yengil, bazaviy sivaratka. Ayniqsa yuzi yog'li bo'lgan qizlarga juda ham yaxshi mos keladi. Qolgan teri turlari ham bemalol foydalanishlari mumkin. Hozirgi sovuq mavsumda ko'pchilik retinoidlardan foydalanadi. Aynan shunday holatlarda PDRN va glavronka sizga ayni muddao bo'lishi mumkin. Chunki bu ikkala komponent yuzingizni juda ham chuqur namlantiradi, yaxshi tinchlantirib beradi, ta'sirchanlikni juda ham kamaytirib beradi. Eng muhimi esa yuzingizda hech qanday plyonka effekti qoldirmaydi. Yaxshi shimilib, o'zidan iz ham qoldirmaydi. Kremi va sivaratkasini kunduzgi va kechki uxudlarda bemalol ishlatishingiz mumkin. Shunday qilib, bugungi obzor tugadi.